Assalomu alaykum hammaga aka ukalar. Ko'p kishi menga telefon qilib, qanaqa qilib taksiga ishga joylashsam bo'ladi, qanaqa qilib mashina vykupga olsam bo'ladi, qanaqa mashinalar bor so'raydi. Mana bugun kichkina obzor, lekin bu reklama emas. Mana shu mashinani bugun kitayskiy mashina borib oldik. Avtoparkdan taksi uchun vykup bilan oldik. Vykup bilan men sizlarga prosta hozir tanishtirib beraman. Kimda kim rossiyskiy pasporti bo'lsa, yo Qirg'iziston fuqarosi bo'lsa, mana shu shunaqa mashinalarni olib ishlasa bo'ladi. O'zingizlar yaxshi bilasizlar, taksistlar yaxshi ishlaydi. Hozir ichkarisini ham ko'rsataman. Bu Xitoy mashinasi. Mana salonni ko'ryapsizlar. Komfort и komfort plus. Tak, hamma yo'q avtomat, hamma narsasi joyida. Plus sizlarga страховка beradi avtopark. 400 litr benzin beradi. Hozircha sizlar kommentariyada qoldiringlar. O'zingizlarning fikringlarni keyinchalik agar kimga interesni bo'lsa, men nomer qoldiraman. И birga borib mana shunaqa mashinalarni olib, mana shu Moskva shahrida minib yursanglar bo'laveradi. Bemalol ishlab, oyiga yo'q deganda 150 ming pul topishadi taksistlar. Bu mashinani mana bitta akamizga oldik. Xudo xolasa 3 yilga kuniga 4 mingdan to'laydilar. 4 mingdanmi? Yo'q, 4 mingdan to'laydilar. Endi mashinalarning har xili bor. Bu komfort plusligi uchun ozgina qimmatroq. Lekin har xil mashina bor. Vykup bilan olasizlar 2 yilga, 3 yilga, yo bo'lmasa prosta taksist ishlashga. Tushundinglarmi? Kimda kim o'sha rossiyskiy prava yo Qirg'iziston fuqarosi bo'lsa, men yana ko'p narsalarni ulardan borib so'rab, obzor qilib, полностью informatsiyani yig'aman. Uning uchun sizlar mana shu videoga bitta like bosib, tarqatib, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mana shu narsa kerakmi sizlarga yo yo'qmi? Kerak bo'lmasa qilmayman. Agar kerak bo'lsa, har xil mana shu bizga tegishli, bizga kerakli, bizga foydali videolarni chiqarishni davom etaman. Bugun mana taksi, mashina bo'yicha bo'ldi, ertaga yana boshqa joy bo'ladi. Hammaga rahmat, videoni tarqatib qo'yamiz.